Mana qilma deysiz, qilaveradi. Mana qilma deysiz, qilaveradi. Nimani alomati? Erini qadrlamayotganligini alomati. Mana shu ayol. Ayollar bor, vafodor eriga. Ayollar bor, bunaqa emas. Shunday ayollar ham bor. Erining ishlari zo'r bo'lganda, oshig'i olchi bo'lganda yonida turadi. Bunaqalar kam endi, lekin bor shunaqalar. Ishi orqaga ketsa erini yoki ozgina bir kasal bo'lsa yoki jamiyatdagi bir mavqei, hurmati orqaga qaytib qoladigan bo'lsa, tashab ketadigan ayollar ham bor. Bunaqa ayollarni Alloh taoloning huzurida hech qanday ulushi yo'q. Bularga hech qanday bir umid ham yo'q ularga. Agar shunday qiladigan bo'lsa. Ayollarning barakalirog'i, mahri ozrog'i. Boshqa aytadilar, Oysha onamizdan bu hadis ham ayollarning barakalirog'i, talabi ozrog'i, kam chiqimrog'i, ko'p narsani eridan talab qilmaydiganrog'i.